14-qoida. Do'st rolini o'ynab, ayg'oqchidek harakat qil. Axborot bu kuch. Kim ko'proq bilsa, o'sha o'yinni boshqaradi. Odamlar o'z sirlarini kuch ishlatganlarga emas, o'zini yaqin qilib ko'rsatganlarga aytadi. Samimiy suhbat qurgan holda gapni aylantirib ko'ring. Raqibdagi o'zgarishlarni sinchkovlik bilan kuzatsangiz, uning maqsadini bilib olasiz va undan bir qadam oldinda bo'lasiz. Ma'lumot to'plashning bir qancha yo'llari bor. Birinchisi, do'st qiyofasidagi niqobni kiying va do'st dushmanlarga aloqador ma'lumotlarni yig'ing. Ikkinchisi, raqibingizning yonidagi yaqin kishilar orasidan ayg'oqchi yo'llang. Uchinchisi, ziyofatlarda sergak bo'ling. Chunki bu paytda hamma o'zini erkin qo'yadi va mast bo'ladi. To'rtinchisi, odamlarni ziddiyatga torting. Raqibingiz jahl bilan ichidagi hamma haqiqatni aytib tashlaydi. 48 ta qoida jamlangan mini kitobchani olish uchun obuna bo'ling va kommentariyaga plus belgisini qoldiring.